Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Hammalaringiz sog'misizlar, omonmisizlar? Navbatdagi tunikafon xizmatimizni Andijon viloyati Shahrixonda xudo xohlasa o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli tunikafonlarni qilib berdik. Sizlar ham xonadonlarga mana shunaqa tunikafonlar qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar. Xudo xohlasa keyingi tunikafon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizlardagi bo'lishi mumkin. Xo'p, do'stlar, eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan xonadon egasini hech narsaga ovora qilmagan holatda qilib bermoqdamiz. Choksiz tarnonlarimizni esa metrini 70 ming so'mdan qo'yib bermoqdamiz. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilyapti. Faqat ishlatilgan materialning kvadratiga pul olinadi, joyingizning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi bukilishi, qarilishi, qatirilishi bor tunikafonni. Shuni hisobiga joy kvadratdan ko'proq material ketadi. Xonadonlarga tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Ekrandagi raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol hech ikkilanmasdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammalaringizga qadrdonlar, rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.